Mana bugun ikinchi operatsiyamiz adenoid vegetatsiyasi. 5 yoshli bola. Bu bolachani dimog'ida adenoid, mana adenoid katta adenoid to'qimasi bor. Ham yana yoshligida travma olganligi uchun burun to'sig'ida ham qiyshiqligi bor, lekin burun to'sig'i qiyshiqligini hozir operatsiya qilmaymiz. Unga yosh to'g'ri kelmaydi. Adenoidini olamiz. Xudo xolasa shuni o'zida ancha yaxshi nafas oladi. Mana adenoid to'qimasini Shever apparati bilan olish jarayoni. Bu Shever apparati bilan olinganda travma bo'lmaydi. O'rni tezroq tuzaladi. Endoskop yordamida ko'rib olinganligi uchun xudo xolasa boshqa bu adenoid to'qimasi boshqa qaytalanmaydi. Mana operatsiyamizni muvaffaqiyatli tugalladik. Mana adenoid to'qimasi olindi. Mana o'rni, tomirlarini koagulyator bilan kuydirib qo'ydik. Xudo xolasa bu bemorimizda endi burundan nafas olishda muammo bo'lmaydi. Operatsiyamizni tugaladik. Hammaga rahmat. Sizlarda ham shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar, albatta yordam beramiz.